Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviaka servisi xodim Jahongirjonman. Xudo xohlasa 30-noyabr 2025-yil soat 8:19 da Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarimiz bor. Xudo xohlasa bugun Sankt-Peterburg, Urganch, Sankt-Peterburg, Toshkent, Sankt-Peterburg, Fergana и еще Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarimiz bor. Bilet olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelaverasizlar. Telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet xarid qilaverasizlar. Biz qo'limizdan kelgancha yordam qilib, chiroyli qilib qilamiz. Kuzatishda davom etingizlar. Xudo xolasa yangiliklarni ham sizlarga chiqarib turishga harakat qilamiz. Men bitta o'zim ishlayman. Meni aka-ukam yoki boshqa kasblarim bor bo'ldi. Bitta Izzatullo bor. O'rtog'im. Xudo xolasa xizmatdaman, qo'ldan kelgancha faqat mana shu ko'rsatilgan raqamlar bizga tegishli. Boshqa bironta raqamlarimiz, shaxsiy raqamlarimizdan tashqari bironta raqamlarimiz bizniki reklamada yurmaydi. Ko'p harom aviakassadan bir ikkitalari men Jahongirman, men boshqaman deb aldayapti. O'shaning uchun mana shu ko'rsatilgan raqamni saqlanib qo'ying o'zlaringizga. Chunki birodar orqasi bilan ish qiladigan odamlar ko'p mana shu iminni Rossiya territoriyasida. O'shaning uchun men o'zimga o'zim javob beraman. Mana shu 3 ta raqam bo'yicha javob beraveraman. 3 ta raqam saqlanib qilib, WhatsApp orqali bilet xarid qilasizlar.